Asosiy davlatchilikni paydo bo'lgan regionlari sifatida, hududlari sifatida bu Frot va Dajla daryosi bo'ylaridagi qadimgi Mesopotamiya ikki daryo oralig'i hududlari, Nil havzasida, Nil daryosi bo'ylaridagi qadimgi Misr davlatchiligi, sekin unga mos ravishda O'rta Yer dengizining sharqiy sohillarida va Kichik Osiyo mintaqasida davlatchilik va albatta qadimgi Hindiston, qadimgi Xitoy hududlarida, daryo bo'ylarida davlatchiliklar shakllandi. Yana ham qilib aytganda o'sha davlatchilikni sivilizatsiyaning epitsentrlari deydi davlatchilik. Aynan mana shu Afrikaning shimoliy sharqi, yaqin sharq mintaqalarida ilk davlatchilik beshiklari paydo bo'ldi desak bo'ladi va davlatchilikni shakllanishda yigitlar qo'shishadi. Daryolarning va daryo bo'yidagi xalqni o'sha dehqonchilik bilan shug'ullanishi va u yerdagi qishlik o'sha o'zi yashab keyinchalik shahar davlatga aylanish jarayonlari shakllanib yuzaga keldi va bu davlatlarni boshqargan rahbarlar o'sha avloddan avlodga o'tadigan, masalan tamoyil asosida, masalan Misrni kim boshqardi, Misrda saylov qanday bo'ldi degan savolga agar shartda javob beradigan bo'lsak, Misrda hukmdor hech qanaqa saylov bo'lmadi. U yerda merosiy qo'yilgan u Ra'ning o'g'illari, Xudoning o'g'illari degan bir diniy qarashlar kuchayib, shulargina davlatni boshqardi va barcha vakolatlar ularning qo'lida edi. Xalqning hali saylash, ovoz berish kabi huquqlari sharq davlatchiligida miloddan avvalgi 4000 yillikda ilk davlatlar paydo bo'lganda deyarli kuzatilmaydi.